Bournemouthga qarshi o'yindan keyin bilasizlar juda ham ko'p muhokamalar, juda ham ko'p munozaralar bo'ldi hakamlik bo'yicha va shundan keyin Manchester United Angliya hakamlar qo'mitasiga shikoyat yo'llagandi. Aytishingiz mumkin, bu shikoyatdan nima foyda, baribir ochko qaytib kelmaydi yuzib. Yo'q, bu narsani oldini olmasa, bu hakamni yana Manchester United o'yinlariga qo'ysa, yana xatolarga yo'l qo'yishi mumkin. Bu mavsumda Stuart Arthur Manchester Unitedni 4 ochkodan mahrum qildi. Ya'ni ikkita o'yinda zararga ishlab qo'ydi. Birinchi keltirgan zarari Byorliga qarshi o'yinda Lisandro Martinezni toza golni hisoblamagan va buni o'yindan keyin, ya'ni 1-2 kundan keyin Angliya hakamlar qo'mitasi PGMO bu narsani tan olib, rasman bu toza gol bo'lganini e'lon qilgan edi va Stuart Atwellga oddiy jarima qo'llab qo'yishgan edi. Oradan yana bir qancha vaqt o'tib ko'rdinglar, Bournemouthga qarshi o'yinda yana u chiqishda davom etdi va bu safar juda ham katta qilib chiqdi, chunki amatga o'sha vaziyatda penalti berilmadi va o'sha vaziyatdan keyin Bournemouth gol urib ketdi. Aynan shu vaziyat o'yinning burilish nuqtasi, ya'ni ключевой moment bo'lib ketib qoldi. Yakun qanaqa bo'ldi, nima bilan tugadi deysizlarmi? 17 000 jarima va ikkita o'yingagina chetlashtirishgan. Juda ham bir kulgili. 17 000 bu olgan pullarning oldida hech nima bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bilib bo'lmaydi. Men o'ylayman, uni sotib olishgan. Chunki ikkita o'yinda, bu mavsumda ikkita o'yinda Manchester United zarariga ishlash bu juda ham shubhali. Agar bitta hakam bitta o'yinda bo'lib qolsa, sal qaraysiz, lekin ikkita o'yindan o'sha bu shubhali. No, mayli. To'g'ri, 3 ochkoyimiz qaytib kelmadi-yu, kelajak uchun menimcha yaxshi deb o'ylayman. Bu ma'lumot, xabar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.